Do'stlar, bu ekranda ko'rib turganingiz 2026-yil 1-yanvardan o'zgarish kiritilgan yangilangan versiyasi do'stlar. Oldin 11 ta variant edi do'stlar, hozir yana bitta variant qo'shildi, 12 ta variant bo'ldi. Shu bilan birga do'stlar, bizlar kanalimizga 7-variantgacha polni video qilib yuklaganmiz. Hozir sizlar bilan birgalikda 8-variantni 22 ta savolini birgalikda ishlaymiz. Birinchi va ikkinchi savol audio shaklida sizlarga qo'yib eshittiriladi. Qanunda 8-variant, birinchi savol audioni qisqa qilib eshitamiz. Дайте, пожалуйста, белый хлеб, сахар, чай и пакет. Пожалуйста, с вас 300 рублей. Audioni eshitdik. Dayt, пожалуйста, белый хлеб и сахар, чай deyapti. Iltimos non va choy, shakar bering deyapti. Marhamat, sizdan 300 rubl, 300 rubley dedi. Demak, ani говорят, ular suhbatlashyapti. Variantlarni bergan, audioda shuni bildik, ular magazinda suhbatlashyapti. Shuning uchun magazinni belgilaymiz. To'g'ri javob magazin. Uni ostida sirazi ikkinchi savolni ham bergan do'stlar. Produkta stoit, ya'ni o'sha produktani narxi 300 rubley dedi. Shuni belgilaymiz do'stlar. 300 rubley, 300 rubl. Birinchi audioning ikkita savolini ishladik. Ikkinchi audioni eshitamiz. Внимание! Самолет Екатеринбург-Москва опаздывает на 2 часа и будет в Москве в 17 часов. Audioni eshitdik. Yekaterinburgdan Moskvaga uchadigan samolyot 2 soatga kechikadi va soat 17:00 da bo'ladi deyapti. Ya'ni soat 5 da. Endi savolni o'qiymiz. Samolyot letit, samolyot uchyapti. Qayerdan? Audioda shuni bildik, biza Yekaterinburgdan uchyapti. Shuning uchun iz Yekaterinburga. Uni ostida ikkinchi savolini ham bergan. Samolyot прилетает в Москву. Samolyot Moskvaga soat nechida keladi? В 17 часов. Shuni belgilaymiz. 17:00. Do'stlar, biz yuqorida ikkita audioni eshitdik. Har bitta audioda ikkitadan savolni ishladik. Jami 4 ta savolni ishladik. Navbat 5-savolga. O'qing va to'g'ri javobni belgilang deyapti. O'qiymiz. Уважаемые пассажиры, в связи с ремонтом выход в город через центральный вход. Demak, hurmatli yo'lovchilar, remont bo'lib turganligi sababli shaharga chiqish sentralniy asosiy kirishdan deyapti. Такое объявление можно прочитать. Bunday e'lonni qayerda uchratishingiz mumkin? Variantlarni bergan. Na vokzali, shuni belgilaymiz do'stlar, vokzalda. 6-savol. O'qing va to'g'ri javobni belgilang deyapti. Matnni o'qiymiz. Меня зовут Светлана. Я много лет работаю в школьной столовой. Мне нравится готовить для детей вкусную еду. Дети всегда говорят нам спасибо. Demak, meni ismim Svetlana. Men ancha yillardan beri maktab oshxonasida ishlayman. Bolalarga har xil narsalarni pishiramiz deyapti. Xullas, Svetlana работает variantlarni bergan, kim bo'lib ishlaydi deyapti. Maktab oshxonasida, tabiiyki u oshpaz bo'lib ishlaydi. Поваром, shuni belgilaymiz. 7-savolda прочитайте текст, вставьте пропущенные слова, o'qing va tushib qoldirilgan so'zni anketani to'ldiring deyapti. O'qiymiz. Mahmud Sultanov приехал работать строителем в России из Узбекистана. Впишите нужные слова в его заявление. Demak, Mahmud Sultanov ishlash uchun, quruvchi bo'lib ishlash uchun Rossiyaga O'zbekistondan keldi. Uni anketasiga kerakli so'zni yozing deyapti. Anketani o'qiymiz. Vashi imya degan joyga Mahmud o'zini nomini, ismini aytib, o'zi javob bergan. Keyin vashi familiya degan joyga xuddi mana shu ekrandagi kabi shunday yoziladi do'stlar. Sultanov. Juda ham ko'pchilik izohlarda so'rayapti, katta harf bilan yoziladimi, boshqa videolarda kichik harf bilan deyapti. Nimaga siz katta harf deyapsiz deb. Do'stlar, men videoda aytganimni qilinglar, boshqa video bilan bu videolarni aralashtirmanglar. Men boshqa insonlarning videosiga javob bermayman. Misol uchun, mana shu joyda Sultanov S harfi
katta harf bilan yozilishini sababi ism, familiyalar katta harf bilan yoziladi. Xuddi shunga o'xshab katta harf degan joyimda katta harf bilan yozinglar do'stlar. 8-savol. Ana очень хорошо говорит, u juda yaxshi gapiradi. По-русски deymiz do'stlar, ruscha. 8-savolning to'g'ri javobi shu, по-русски. 9-savol. У тебя новый часы. Shuni belgilaymiz. Можно посмотреть. Seni soating yangimi? Ko'rib bersam bo'ladimi deyapti. To'g'ri javob chасы, soat. 10-savol. Завтра мы первый раз идем на работу. Ertaga biz birinchi marta ishga boryapmiz. To'g'ri javob shu, на работу. 11-savolda она спросила, сколько стоит билет на автобус. U so'radi, avtobusga bilet qancha, necha pul. Сколько deganni belgilaymiz. День народного единства в России отмечает. Rossiyada nishonlanadi xalqaro birlik kuni yoki milliy birlik kuni deb. 4-noyabr, shuni belgilaymiz do'stlar. В России находится город. Rossiyada shunday shahar bor. Shaharlarni nomini bergan Omskiy. Shunday shahar bor do'stlar. To'g'ri javob Omskiy. 14-savolda договор о принятии Республики Крым и города Свистопол в состав России был подписан. Demak, Rossiya Krim va Sevastopol shaharlarini o'ziga qo'shib olish uchun shartnomani imzoladi. Variantlarni bergan 2014-yilda. 15-savolda Zhukov kim bo'lgan deyapti? Военачальник, ya'ni komandon. 16-savol. Укажите государственный герб Российской Федерации. Rossiya gerbini ko'rsating deyapti. Mana shu 3-ni belgilaymiz do'stlar. To'g'ri javob shu. 17-savolda Konstitutsiya Российской Федерации устанавливает равенство прав мужчин и женщин. Shuni belgilaymiz. Ya'ni Rossiya Federatsiyasining konstitutsiyasi belgilaydi, erkak va ayollar teng huquqli. Shu равенство прав мужчин и женщин, shuni belgilaymiz. 18-savol. Иностранные граждане в Российской Федерации могут поступить на военную службу по контракту. Shuni belgilaymiz. Chet el fuqarolari Rossiyada shartnoma asosida urushga borishi mumkin deyapti. Va buni to'g'ri javobi mana shu. Могут поступить на военную службу по контракту. To'g'ri javob shu. 19-savol. Иностранному гражданину исполнилось 18 лет. При каком условии он может устроиться на работу? Chet el fuqarolari Rossiyada 18 yoshga to'lganidan keyin qanday holatda ishlashi mumkin deyapti? При наличии патента и разрешения на работу или разрешения на работу. To'g'ri javob shu. Birinchi, patenti bor bo'lgan 18 yoshga to'lgan chet el fuqarosi Rossiyada ishlashi mumkin. 20-savol. Каким документом определяется срок временного пребывания иностранного гражданина на территории Российской Федерации? Demak, qanday hujjatlarga asosan Rossiyada chet el fuqarolarining yashash yoki ishlash muddati aniqlanadi, belgilanadi deyapti. Vizoy, shuni belgilaymiz do'stlar. To'g'ri javob vizoy. 20-savol. 21-savolda в каком случае иностранному гражданину может быть ограничен въезд на территорию Российской Федерации? Qanday holatlarda chet el fuqarolariga Rossiyaga kirishda taqiq qo'yiladi? Variantlarni bergan. Задержание по подозрению в преступлении. Shuni belgilaymiz. 3-chi. Ya'ni biron bir jinoyatda shubha uyg'otgan bo'lsa yoki shubhali shaxsga o'xshab tuyulgan bo'lsa, o'sha holatda uni vaqtinchalik ushlab turishlari mumkin. To'g'ri javob shu. 22-savolda иностранные граждане, лица без гражданства и иностранные юридические лица, совершивших на территории Российской Федерации административные правонарушения, подлежат административной ответственности на общих основаниях. Верно ли это утверждение?
Demak, do'stlar, bu yerda chet el fuqarolari Rossiyada ma'muriy huquqbuzarlik sodir etgan bo'lsa, unga nisbatan ma'muriy chora ko'riladimi, deyapti. Ha, do'stlar, tabiiyki, siz ma'muriy huquqbuzarlik qoidalarini buzgan bo'lsangiz, sizga administrativniy chora ko'riladi. Verna, to'g'ri javob shu, verna. Mana do'stlar, sizlar bilan birgalikda 2026-yilda o'zgarish kiritilgan, обновление bo'lgan 8-variantning 22 ta savolini ko'rib chiqdik birgalikda. Bizni kuzatishda davom eting. Qolgan variantlarni ham do'stlar kanalga yuklashni davom etamiz. Videoni yo'qotib qo'ymaslik uchun videoga like bosib, izohlarda o'z fikrlaringizni qoldiring. Agarda siz yoki yaqinlaringiz Rossiyada ishlab yurgan bo'lsa yoki borib ishlamoqchi bo'lsa, bu videoni ular bilan ham ulashib qo'ying. Hammaga rahmat.